Bugun Frankfurt shahrida O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlovchi forum tashkil etildi. Tadbir O'zbekiston elchixonasining Frankfurt Mayn shahridagi bosh konsulxonasi hamkorligi, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi, xususiy bandlik agentliklari tomonidan tashkil etildi. Bugungi tadbirimiz juda yuqori darajada tashkillashtirilgan va bu O'zbekistondagi ishchi kuchini tartibli va qonun doirasida qonunga muvofiq Germaniya ishchi doiralari vakillari bilan aloqa bog'lab, tartibli tashkillashtirish uchun juda katta poydevor bo'lib xizmat qilmoqda. Bu qiziqishni ortib borishini kuzatyapmiz va O'zbekiston tomonini yanada faol qatnashishga jalb qilamiz. Bu forum doirasida bevosita Germaniya, Slovakiya, demak Polsha, Bolgariya, Turkiya kabi yetuk davlatlar, rivojlangan davlatlarni o'sha mehnat bozorlarini o'rganish, u yerga O'zbekiston respublikasi bozorini yanada keng joriy qilish masalasi kun tartibiga qo'yilgan. Bu forumdan maqsad shu Germaniyadagi ish beruvchilar bilan to'g'ridan to'g'ri O'zbekistondagi xususiy bandlik agentliklarini bog'lash, bu yerdagi ish sharoitlari haqida to'liq ma'lumotlarni olish, hamyurtlarimiz uchun yaxshi yuqori maoshli kvotalarni olib ketish uchun keldik. Bugungi tadbirda Gazor jamoasi bir nechta germaniyalik ish beruvchilar bilan shartnoma imzoladi va bu xudo xolisi fuqarolarimiz uchun manfaatli bo'ladi. Sababi har xil yo'llar bilan Germaniyaga ketish yo'llarini unutish mumkin, chunki endi Germaniyaga to'g'ridan to'g'ri yo'lli ishchi vizani olib Germaniyada qonuniy ishlash imkoniyatlarini Gazor jamoasi bemalol taklif qila oladi. Tadbir doirasida Germaniyaning yetakchi kompaniyalari bilan uchrashuv o'tkazilib, turli sohalarda tibbiyot, transport va logistika, IT va texnologiya, sanoat va ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, talabalar uchun yozgi mavsumiy ishlar kabi yo'nalishlarda o'zaro hamkorlik, malakali ishchi kuchi almashinuvi va uzoq muddatli strategik sheriklik masalalari muhokama qilindi.